Dunyo chorva bozori. Seshkadan gapiramiz. Doimgidek erta chiqdi, xudo xolasa 9 da bozor qaynayapti. Sal qilib qo'yganga o'xshaydi. Xudo nasib qilsa o'zimiz 2 dona yoki 3 dona pulimiz yetganicha tutmaydigan qo'zicha olib ketamiz. Barashkalardan xudo xolasa. Odam ko'p, haqiqatan ham odam ko'p. Hammani Alloh savdosini bersin. Maşallah. Asal 36 milyon. 3 bozordan beri qo'zichoq ola olmayman. 3 bozordan beri haqiqatan ham chiqaman. Oson emas ekan. Endi nasib qilsa olamiz ekanda avvalo nasib. Esolab endi avvalo sut bilan emizdiramiz. Xudo xolasa. Bismillah, ketdik. Legalova deganda nima? Voh, ikkilarni ham qoshlarini ham uklatga qilindi buni oldi. Qo'ylarni bozordan ajrab turgani chiqdi. Bunchalik qilib olish ham o'zi oson emas. Haqiqatan ham uzun ekan-a? Ha, uzun. Mashinasi mingga baraka bo'ldi. Ya, men nargisi deb o'yladim. Mamasi mingga baraka bo'ldimi? Yosh 2 yosh. Hey. Bozordan ajratib turdi lekin, Abdulaziz rostdan ham. Maslahatli ko'rsatchi. Voy mashallah. Ay, asal bo'lsa bu. Exact nech pulingda? 13 kami bor. 13 kami bor. Qo'y ololmasam, echki olaman deb niyat qildim. Xudoga beksoch. Ajoyib bo'ldi. Mana shu ikkitani oldik. Uchinchisini akalarim oldi mana. Ey mashallah. Bitta o'g'il bola, bitta qiz bola oldi. Barakasini bersin. Mana shu sekin bilanda o't yeydi ekan, boshqa ekan super o'tiramiz. Pul to'plab chiqamiz endi qo'ylarga xudo xolasa. Qo'y haqiqatan qimmat ekan qo'zichoqlar. Xudo xolasa. Qo'zichoqdan boshlanmadi, echkidan boshlayveraylik-chi. Barakasini bersin. Amaki, rozi bo'ling. Voy, bugünkisi echki ol. Men barakasini Amin aka. Rahmat. Mana aka. Qiziqib biz ham mana oldik. Barakasini bersin. Asosiy asoschilar mana shu akalarim, olishga sababchilarimiz. Bizi ham sababchi. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim.